Ko'pchilikning imtihonni qayta topshirishiga sabab bo'ladigan savol ko'p chiqamiz. Haydovchi qaysi rasmda qoidalar talabini buzmay turib manevr qildi? Xo'p, rasmga e'tibor beramiz. Bu yerda ham ko'pchilik o'quvchilarimiz xato qilishadi, ya'ni har bitta belgiga e'tibor berishmaydi. Bir va ikki rasmda bir xil belgi, ya'ni buyuruvchi belgi ko'rsatilgan, dumaloq ko'p. Uchinchida bo'lsa to'g'richa ko'p. Bu axborot ko'rsatish belgisi bilan farqi boshqacha. Demak, birinchi 3 rasmdan boshlaymiz. Bu to'g'ri harakat qilyaptimi? Yo'q, nimaga? Bir tomonlama yo'nalish belgisidan keyin qayrilib olish mumkin emas. Boshqa 3 ta yo'nalish mumkin. To'g'riga, chapga va o'ngga, lekin qayrilib olish mumkin. Chunki u yo'l bir tomonlama bo'lgani uchun qayrilib olgan odam qarama-qarshi yo'nalish, ya'ni streshning yurib qo'yadi. Noto'g'ri uchinchi variant. Xo'p, ikkinchisi, bu belgida mana 1da va 2da bir xil bo'lgani uchun bu belgi nima, qanaqa belgi edi? Faqat chorrag'ida faqat to'g'riga yurishni beradi. Chorrag'dan tashqari boshqa joyda bo'lsa, to'g'riga va o'ngga ruxsat beradi. Demak, ikkinchisi ham noto'g'ri, chapga burilayotgan. Birinchi rasmda to'g'ri, chunki u o'ngga burilyapti. To'g'riga yoki o'ngga muhim bo'lgani uchun. Shuning uchun bizda to'g'ri variant birinchi variantda, ya'ni birinchi rasmda xato qilmadi. Prava imtihoniga 0 dan tayyorlanish uchun obuna bo'ling.